2 marotaba jonli efirda siz manekenda ko'rib turgan libosni modellashtirishni o'rgatdim, lekin juda ham ko'pchilik bu fasonni yaxshi ko'rgani uchun, ulgurmaganlar qayta so'rashgani uchun shu fasonni bichilishini, modellashtirishni sahifamda qolishini xohladim va sizlar uchun ushbu darslikni yozdim. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, ushbu manekendagi fasonni birgalikda modellashtiramiz. Buning uchun bizga oldi va orqa asos andozamiz va yengimiz asos andozasi kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz oldi asos andozamizda vitichkamizni 2 sm markazga ko'chiramiz. Adashib ketmasligi uchun keraksiz chiziqlarni o'chiramiz. Vitichkamizni, mana bu vitichkamizni bu yerga ko'chirib oldik. Ana endi bo'yin aylanasida 3 sm uchta nuqta qo'yib olamiz har 3 sm da. Va bu nuqtamiz bilan birinchi nuqtamiz bilan markazni birlashtiramiz. Oxirigacha qirib olamiz. Va yon vitichkani yopib olamiz. Va aynan bokovoy qismimizni teng o'rtasidan 2 ga bo'lamiz. Va bu nuqtani mana bu ikkinchi nuqtamizga olib kelamiz. Bundan keyin proymamizning chuqur joyiga 3-nuqtamizni olib kelamiz. Va yonidan 2 sm pastga tushib chizig'imizni davom ettirib qo'yamiz. Bizga bu bo'lagiga kerak emas. Mana bu bo'lak kerak bo'ladi. Yeng asosini 2 ga bo'lib keritib berganimiz oldi qismi, e'tibor bering. Xuddi shu tarzda joylashtirib skoch yordamida birlashtiramiz. Va mana bu masofamiz bilan bu masofamiz to'g'ri kelishi kerak, o'lchab olamiz. 24 sm, 25 sm, demak 1 sm ozgina kirishtirib olamiz. Xuddi shu tarzda qo'ygan edik. Buni 1 sm ichkarog'iga kirib yigirma 24 sm chiqdi. Ya'ni mana bu masofamiz bilan bu masofamiz bir-biriga mos kelishi kerak va buni ham o'rtasidan qirib olamiz. Orqa qismini ham xuddi shu tarzda modellashtirib olamiz. Vitichkamizni 2 sm ichkariga ko'chirib uchinchi chizig'imizni o'chirib tashlaymiz. Bo'yin aylanasida 2 sm qilamiz. Nuqtalarimizni, ya'ni har 2 sm da joylashtirib chiqamiz. 3 ta nuqta qo'yib oldik. Va birinchi nuqtamiz bilan vitichkamiz tugagan joyini birlashtiramiz. Hop, ikkinchi nuqtamizni bokovoyni teng ikki qismiga bo'lib uchinchi nuqtamizni esa proymamizning eng chuqur joyi bilan birlashtiramiz. Yonidan 2 sm pastga tushib chizig'imizni davom ettirib qo'yamiz. Orqa mana bu qismini qirqib, yelka vitichkamizni yopib olamiz. Orqa yengni joylashtiramiz. Xuddi shu tarzda joylashtirib, mana bu masofamiz bilan bu masofamiz bir-biriga mos kelishi kerak va buni ham skochlab olamiz. 27.2
27.2 mana. Bitish haqini olib tashlash esdan chiqmasin. Shu bilan andozamiz tayyor. Endi buni matoga joylashtiramiz. Matoyimizni tekis joylashtirib, buklov holatida teklarini tekislab oldik va bel chizig'ini topib, bel chizig'iga bir tekislikda hamma andozamizni joylashtirdik, ya'ni oldi, orqa detallarimizni va beldan pastda yubka uzunligimizni qo'ydik, e'tibor berayotgan bo'lsanglar. Keyin e'tibor beringlar, primoy qilingan andozamiz, lekin boksigacha ham kelib, boksidan u yoqqa tashlab o'tirish uchun xuddi shunaqa mana bu masofani bir tekisda liniyani bir tekis olganman, ya'ni etagi kengroq chiqishi uchun. Agar sizlar bundan ham kengroq chiqishini xohlasanglar, yana ham kengroq olishinglar mumkin, matoni eniga o'sha o'zi yetishiga qarab turib. Ya'ni bitta buklovda oldi qismidan, bitta buklovda orqa qismidan olsanglar, etagi yana ham ko'proq to'kilibroq chiqadi. Primoy qilmoqchi bo'lsanglar, boksigacha olib kelib, bu yog'ini primoy olib tushasizlar. Xo'p, yengini men ozgina joylashtirdim, yengidan ham ozgina ko'rsatib o'taman. Chok haqlarini berib, aynan mana shu joydan bu yog'ini ozgina kengroq qilish uchun kenglik berdim va yengini uzunligini примерно 3/4 deymizmi, mana shu uzunlikda chizdim. Endi buni qirqib tikamiz va manekenda ko'ramiz. Siz ham mukammal asos andozani har qanday qomat uchun noldan qurishni istasangiz, Sindor Collection onlayn modellashtirish kurslarini tavsiya etamiz. Kurs haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi nomeriga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali biz bilan bog'laning.